kasal yoki bir og'ir mashaqqatli mehnat bilan shug'ullanadigan yoki qariyalar bularning ro'zalarining hukmi qanday bo'ladi? Ha, to'g'ri. Endi shariatimizda qiyinchilik yuklash yo'q. Toqat yetmagan yukni yuklash yo'q bandaga. Qur'oni Karimda aytiladi: Auzubillahi minashaytonirrojim. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha deydi. Alloh bandaga bir jonga faqat o'zi toqat yetadigan narsani yuklaydi deydi. Shu o'rinda musofirchilikda yurgan, turli chet davlatlarda ishlab yurganlarda ro'zasi haqida izoh bersangiz. To'g'ri, uzoq yurtlarda yurganlarni biz musofir deymiz, lekin shar'iy istilohdagi musofir biroz farq qiladi. Misol uchun, uzoq chet el davlatiga bordi, 15 kundan ko'p turadi u yerda. 1 oy turmoqchi, 2 oydir, 1 yildir, 2 yildir. U to'g'ri biz musofir deymiz, lekin u haqiqiy shar'iy musofir emas u endi. 15 kundan ko'p turdim, u muqim hukmiga o'tadi va ro'zalarni to'liq tutish kerak bo'ladi u yerda. Lekin chet elga 15 kundan kam borgan bo'lsa, 14 kunga boryapti, 10 kunga, 1 haftaga boryapti. Ular ixtiyori. Ro'za tutish, tutmaslik ixtiyori, o'zining holatiga qaraydi. Imkoniyati yaxshi bo'lsa tutgani afzal, chunki Ramazon oyi muborak oy, fazilati bor. Lekin doimiy yurish, mehnat boshqa bilan yursa, unda qiynalib qoladigan bo'lsa, unda tutmaslikka ruxsat bor. Kelib Ramazon oyi o'tgandan keyin qazosini tutib beradi ular. Bu savol nimaga berdim? Shu Ramazonga yaqin yangrab qoladigan savol. Endi haqiqatda xalqimiz tilida chetda yurganlar o'zlarini musofir hisoblaydi. Musofirchilikda yuribmiz deyishadi. Musofirmiz-ku biz. Musofirchilikda yuribmiz deydi. Musofir odam ro'za tutmasa ham bo'lar ekan deb o'ylaydi. Lekin u shar'iy istilohdagi musofir demak, o'zini yurtidan 90 kilometr, o'zini yashaydigan joydan 90 kilometr uzoqlikka chiqqan odam, demak 15 kundan kam tursa o'sha borgan joyida, bir joyda u musofir bo'ladi. Undan ko'p turadigan bo'lsa endi muqim bo'lib qoladi, ro'za tutish kerak bo'ladi. Rahmat domla. Endi shu o'rinda ko'p takrorlanadigan bir savol bor. Ro'za vaqtida dori ukol masalalari, sistema yoki bo'lmasam burunga, og'izga tomchilab davolanadigan dori vositalar ro'zadorda ro'zasiga qanaqa ta'sir? Bular tibbiyotda yangi paydo bo'lgan vositalar, yangi ko'rinishlari, yangicha davolash usullari hisoblanadi. Chunki ulamolar buni ko'p muzokara qilishgan, har xil fatvolar bor. Endi biz aynan fatvo markazimizda olgan nimasi, qarori shundayki, tomirdan olinadigan ukollar ro'zani buzadi deyiladi. Tomirdan, aynan tomir orqali quvvat berish mumkin. Boshqa endi bu insonning ichki a'zolariga kirib aralashib ketadi, tez aralashadi. Shuning uchun tomirdan oladigan ukol olmasin ro'za tutadiganlar. Uni saharlikdan oldingi yoki og'iz ochgandan keyinga qoldirish kerak.